O'nayning dalaga ketma. O ketdi ana. Sizlar meni kuchanib qo'ygansizda, yo'qol uyga. Qo'ylab yurgan toqatim yo'q, davay uyga. Uyga bilan. Davay uyga. Bilab. Yaqamasiga qarang, men tuzarilma. Nima deyapsan? O'sha kelib. O'nayning. Nega zarilma, zalimjo. O'nayning yurdi, nima deyapsan? Voy, mana. Uyga kir desam. Dedi. Ya qo'yib olsam qochib ketyapti. Qulog'ini ya qulog'ini ushladim birinchi. Sindirib qo'ymaydi. Kirisa o'rog'da. O'nay. Harom. Qarochi, bu safar bu mol emas. Men mol bo'ldim. Onangni ham yuri. O'pkam ishir dalaga qarab ketdi, uyga olib kirib desam. Darvoza ochiq qolib ketdi. Bir safarga yomon qildi ekan. Farg'ona vodiysidan bo'lganda olardim degan aka-opalarim diqqatga. Butun boshli zavodda obzorga kelganmiz. Bu mahsulot sizni qishdan chiqishingizga ancha sababchi bo'ladi. Gazir asoddan ham ancha arzon tushadigan ekonom pechka zavodidamiz. Akani aytish bo'yicha butun planetani surishtirib, akaga bemalol telefon qilaverasiz. Bular haqida hozir akam o'zi bilan bitta mavzu qilib beraman. Ekonom pechkani birinchi ixtiro qilgan mana shu akam bo'ladi. Даже pechkasini patentlab olgan. Akajon bitta tushuncha bering. Nechta xil narsa bor? Nech puldan inson zotiga qanaqa foydalari bor buni, qanaqa ekonomlari bor? Eko pechkalarimiz umuman tutamaydi. 6 kilo rasxod qiladi. Narxlari 850 ming so'mdan 1 million 50 ming so'mgacha. Va bitta xonani qizdiradi bu. Ikkita xonani qizdiradiganimiz narxlari 1 million 800 ming so'm. Ikkita xonani sirkulyatsiya qilib qizdirib beradi. Rasxodi 12 kilo. Gibridimiz bunisi 3 ta xonani qizdirib beradi. Rasxodi 20 kilo. Batareya ulasa bo'lar ekan. Ha, batareya ulasa bo'ladi. O'shuning uchun gibrid. Xo'p, narxlari 2 million 100 ming so'm. Bunaqa pechka chiqaradiganlar juda ko'p, lekin bu aka haqiqiy rost ekan birinchi xil. O'zi ixtiro qilganlardan biri. 1 dona kerak bo'ladimi, 1000 dona kerak bo'ladimi? Zavod ob'yomini juda ham yaxshi ko'rdingiz. Nomer qoldirib qo'yman, bemalol telefon qilaveradi. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab va qo'shni davlatlarga ham kelishilgan holatda dastavka qilib berishaveradi. Pechka kerak bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy zavodidan bitta obzor qilishga harakat qildik. Telefon qilaverasizlar. Qanday chiqib kelganga? Mana. Tayyorlaysiz. Mana ko'tarmaydi omalar. Bismillah. Shaqa paytda yordaming kerak-da. Yaxshi kelsa sig'mayapti-yu, yomon uni. Tutgan. Tamam, shu. Vay. Qasam nereye? Onu yak. Soya setgan tagiga konkretni bitta stol stulni qo'yib, choynachada ko'k choy ichib o'tiradigan joy bo'ldi. Bitta ko'ring. Endi mana yerda hali chala joyimiz bor. Mana uni yoqib olasiz. Yo, bu slishkem yarki deydigan bo'lsangiz, bitta o'chirasiz hammasini. Ha? Oppale. Haqiqiy choyni ichib, damni olib mana yerda. Ha, shasharamizdan suvimiz chiqadi. Makka mana qo'ydik. Setga qoldi, bedanani o'zini tashlash qoldi. Va akvariumda ichiga soladigan dekoratsiya oldim, zoom magazindan. Bu dekoratsiyalarni endi keyingi videoda qo'yaman, bu logik gazonchadan qo'yib qo'yamiz. Endi suvimizni chiroyli qilib yangilab keyingi videoga olamiz. Aka, daraxt ichida yonayotgan svetni ko'ring. Ha? Mana bunday svet kelib turib, yashil, sariq, oxiri bunaqa tomchiga aylanib qoldi. Vaydod deydigan bo'ldi men uchun. Ana sizga olam. Stolchani qo'yib. O'zimizcha biznes ideyalarni qilib, ha? Yo, mayo. Uni ko'rsatishchi atmosferchani. Ichkarida bedanalar tuxum qo'yadi, o'zi kurki bo'ladigan bedana olib kelganman. Ha, tuxum qo'ydi, jo'jalari bilan yuribdi-da endi. Bu yoqda sekin qushlarimiz uchib yuribdi. Lekin gnizdo ilmimizda bitta buzmaslik uchun. Joy rostdan ham mo'tadil chiqdimi? Mehnatimizni chala joyi mana yakunlandi. Albatta bitta baho qo'yib qo'ying.